2025 yil 1 iyul kuni soat 21:20 da Sevimli TV kanalida O'zbek seriali Qizil atirgulning kutilgan 50-qismi efirga chiqadi. Bu serial uzoq vaqtdan beri minglab muxlislarning qalbini zabt etgan bo'lib, uning chuqur ishlangan qahramonlari va qiziqarli syujeti bilan yana bir bor tomoshabinlarni o'ziga rom etadi. Qizil atirgul o'zining hissiyotlilik va dinamik syujet liniyalarini uyg'unlashtira olish qobiliyati bilan ajralib turadi. 50-qismda yaratuvchilar asosiy qahramonlarning yangi jihatlarini ochib berishni va'da qilmoqda. Ularning taqdirlari muhabbat, xiyonat va umid o'yinida chirmashib ketadi. Har bir sahna chinlik bilan to'ldirilgan, aktyorlarning o'yini esa shu qadar ishonchlikki, tomoshabin qahramonlarning har bir qarori va xatosiga sherik bo'ladi. Serial drama va yorqin umid lahzalari o'rtasida muvozanatni saqlaydi. Bu esa uni o'zbek kinematografiyasining haqiqiy kashfiyotiga aylantiradi. 1 iyul kuni soat 21:20 da Sevimli TVda Qizil atirgulning 50-qismini o'tkazib yubormang. Bu qism hissiyotli, o'ylantiruvchi va kutmagan burilishlarga boy bo'lib, sizni davomini intizorlik bilan kutishga majbur qiladi. Serial o'zbek kinosi yurakni larzaga soluvchi va qalbda iz qoldiruvchi hikoyalar yaratishga qodirligini isbotlamoqda.